Vau, masli mashinani o'rtoq, sani ham eplab bo'lmayapti-yu. Qayerdan olding bu mashinani? Og'ayni. Buni yo'li oson. Mana mash prilojeniyada shunaqa soqqa ko'taraman. Aslan mash programmadan soqqani ko'taraman. Mashina necha pul ketadi? 12 ming. 12 ming. Men cho'pchagimda turibdi-yu. Unaqa bo'ladi. Voy, o'rtoq, gap bo'lishi mumkin emas. Men qara shu 12 mingni 25 ming qilishga olaysanmi? Ha? Sotib yubor mashinani kech payti ofisga o'tmasanga tushuntiraman. Keyingi hafta yangi Malibuda o'tirib olgansan-da o'rtoq. O'xshaydigan ish qilib. 100 talik o'xshaydi. Bo'ldi mana bu ish. Davay xabarlashamiz. Ofisda kutaman kecha. Bo'ldi. Hozir bozor ham ancha qaytgan. 12 ming qimmat. 10 ming bo'lsa baraka aka. Ke. Mayli, baraka. O'zarroq. O'rtoq, arzon sotib qo'ymadimmi? 10 mingga ketdi mashina. Shuni ham o'ylaysanmi? Sanga undan ham zo'r yangilik bor. Bugun kechga 5 koeffitsiyentli o'yin bor ekan. 30 ming tiksa 150 ming ko'taramiz. Mashinani ham olasan, qolgan rasxodlaringni ham to'ldirasan. Qayerdan bilasan ertaga Dubayga surib yuboramizmi? Faqat kech qolmasdan kelgin, bo'ptimi? Bo'pti, xo'p. Davay. Singilni hurmati beraman, lekin meni ham mo'ljallagan vaqtida xabar bering. Rahmat, uyaltirib qo'ymayman. Menga ishoning. Meni bilasiz-ku, bir oyda olib kelib beraman. Bir oyini bilmayman. To'y boshlab qo'yganman. 20 kunda olib kelib berasan. Chiyanim bo'lmaganingda bermasdim senga. Men bu mashinani sotsam o'zim nima tirikchilik qilaman? Siz o'zi umuman tanimayapman. Mashinangizni ham sotib yuboribsiz. O'rtoq, hammasini tikib yuborsanmi? Hammasini tikamiz, o'rtoq. Yarim soatdan keyin bizdan boy odam bo'lmaydi. Yutqizib qo'ymasa bo'ldi. Chetda yutqizmaymiz. Voy. Nima bo'ldi? Voy Murod. Qo'lavoyroq bo'ldi. Hamma pulni yutqizib qo'ydim. Nima deganingmi, o'rtoq? Kallang joyidami? Shuncha pulni tikib olganman men. Boshqa ilojim yo'q. Bu harom ishlaringga aralashtirma. Alo. Adasi, bugun qizingizni tug'ilgan kuni. Xafa bo'lib qolmasin. Kichkinaroq bo'lsa ham to'rt olib keling. Xo'p, harakat qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum xo'jayin. Aka. Xo'jayin, oyligim chiqishiga hali 3 kun bor, bilaman. Bugun qizimni tug'ilgan kun edi. Shunga sovg'a olib bormasam, xafa bo'lib qolmasin dedim. Oyligimni ozginasini vaqtliroq berib turolmaysizmi deb aytdim. Oylikni oylik kelganda olasiz. Oilaviy muammolaringizni ishxonaga olib kelmang. Xo'jayin, zarur ishim chiqib qoldi. 1 soatda kelaman, maylimi? Tez borib kelgin. Xo'p, bo'ladi. Oke, bu telefon qo'lasizlarmi? Da olamiz aka, qanaqa telefon? O'zimning shaxsiy telefonim, yaxshi ishlaydi. Pul zarurroq edi, o'shani sotmoqchi edim. Bo'ladi aka. Mana aka pul. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Solixa, ona qizim, bilaman, dunyodagi eng yomon otaman qizim. Oyligimni ola olmadim. Albatta oyligimni olsam, to'rtlarni ham, hamma o'yinchoqlaringni olib kelib beraman, faqat mendan xafa bo'lmagin. Adigan ne oldu? Siz bir organ sovg'alaringizni Murod amaqim olib kelib berdilar-ku. Murod do'stim, bu nima qilganing? Hali oylikni ham olmadik. O'zing ham qiynalib turuvding-ku. O'rtoq, yoshlikdan billa katta bo'ldi. Boya xo'jayin bilan suhbatingni eshitib qoldim. Og'ayni, endi meni eshit. Otani eng qiyin og'ir vaziyatga tushishi bilasanmi nima? Farzandi narsa so'rab tursa-yu, ota uni olib bera olmasa, seni muammoing, meni muammoyim. Axir biz qiyomatli do'stmiz-ku. Rahmat do'stim.
Alo. Adasi bugun qizingizni tug'ilgan kuni. Xafa bo'lib qolmasin. Kichkinaroq bo'lsa ham tort olib keling. Xo'p, harakat qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum xo'jayin. Aka, Xo'jayin, oyligim chiqishiga hali 3 kun bor, bilaman. Bugun qizimni tug'ilgan kuni edi. Shunga sovg'a olib bormasam, xafa bo'lib qolmasin dedim. Oyligimni ozginasini voqliroq berib turamisizmi deb aytdim. oylikni oylik kelganda olasiz. Oilaviy muammolaringizni ishxonaga olib kelmang. Xo'jayin, zaril ishim chiqib qoldi. 1 soatda kelaman, maylimi? Tez borib kelgin. Xo'p bo'ladi. Oka, bu telefon olib qolasizlarmi? yo olamiz aka, qanaqa telefon? O'zimning shaxsiy telefonim, yaxshi ishlaydi. Pul zarurroq edi, o'shanga sotmoqchi edim. Bo'ladi aka. Mana aka. Ha. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Solixa, ona qizim, bilaman, dunyodagi eng yomon otaman qizim. Oyligimni ola olmadim. Albatta oyligimni olsam, tortlarni ham, hamma o'yinchoqlaringni olib kelib beraman, faqat mendan xafa bo'lmagin. Adigan ne oldi? Hozir siz bergan sovg'alaringizni Murod amaqim olib kelib berdilar-ku. Murod do'stim, bu nima qilganing? Hali oylikni ham olmadik. O'zing ham qiynalib turuvding-ku. O'rtoq, yoshlikdan billa katta bo'ldi. Boya xo'jayin bilan suhbatingni eshitib qoldim. Og'ayni, endi meni eshit. Otani eng qiyin og'ir vaziyatga tushishi bilasanmi nima? Farzandi narsa so'rab tursa-yu, ota uni olib bera olmasa, seni muammoying, meni muammoyim. Axir biz qiyomatli do'stmiz-ku. Rahmat do'stim.